İşlerini Allah kabul qilgan. Va chiroyli proyektlar bo'lyapti. Tez kunda chiroyli proyekt egalariga topshirib, xursand bo'lish nasib qilgan. Tashqarilarda yurib, barcha ihson qilayotgandan o'zing roziliging. Hoji onalar, hoji otalarda barcha duo qilayotgan duolarni ijobat. Ular qatorida biz duolarni ijobat qilib, kunlarimizni mahfirat qilgin. Amin. Muborak, yana shu kunlarga yetish nasib qilgin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi ashabi ajmain. Alloh Rahmat. Siz ham shoshib turibdingmi? Yo'q, yo'l kech qolib ketdi. Dam olmasa xotin ham hozir kelyapti. Yo'q, ular o'tib ketdi. Ko'rishdilaringizmi? Yo'q, gaplashdik. Kelmas ekan bunaqa. Yo'q, o'tib, ertaroq joylashib olaylik. Aha, bu mayli, Suvda o'tib ketib o'yladi. yaxshi chiroyli bo'lyapti. Boshqa davlat o'tib, joy topib, kechqurungacha. Yo'l oson emas, bari o'zlaringiz borib keldilaringiz. Poyezdda ham borib keldilaringiz. Ketdi. Poyezdda ham borib keldilaringiz. Alloh rozi bo'lsin. Biz yo'q, manzilimiz aniq edi, ular yo'qda hozir. Qayerga borishni noma'lum. Tojikistondan assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sizmisizlar? Tojikistondan ko'rib turganlar bo'lsa, Zaborallar o'tib ketishdi. Mana shu Besharani o'tib ketishamanmi? Qoni bodom. Asli Tojikiston vodiysi bilan nimaga qarab yurishadi? Regaga qarab. Xudo xolasa qiynalgan oilalar bormi, mehmon qilaman deganlar bormi, Zaboralik mehmon qilaverasizlar. Yaxshi, endi Tojikistondan ham ancha ko'pda qo'llab turadigan, mana o'zida ham anchalik obunachilar bor. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman o'zi bitta nimada, lekin Allohga shukr, hammamiz musulmonmiz. Faqat haligi bitta ikkita oramizda yomon insonlar bor xolos, endi bildirib qo'yadi, lekin yaxshi mana Tojikistondan yordam beradi. Men o'zimda ham qancha insonlar bor. Tojikistondan yaxshi yordam berishadi. Shunaqa narsalar bor. Biz ham proyektimiz tomonidan qirg'izistonlik inson sharofati bilan bo'ldi. Shipra. Endi oldin Turkiston bo'lganmiz. Endi hozir 5 ta nimaga bo'linib qoldi. Sizga aytganimki, Rustamjon, mana azlarim, agar Rustamjonning obunachilarim keltirgan bo'lsa, jigarda boshini MRTlari, tomografiyalari, men xudo xolasa shu yaqin kunlarda borib qolaman Hindistonga, yana buni men o'zimda olib olaman, qaytarib olib kelaman Rustamjon. Endi loyiha tugatgandan keyin ora-orada shu bir 4000-5000 dollar mablag' ketadi. Agar jigarni yaxshi qilamiz, yordam beramiz degan insonlar bo'lsa, lekin shifosonlikdan bu 100% yaxshi bo'lib ketadi degani emas, lekin harakat qilib ko'rish kerak. Bunaqa bolajonlar bizda asosan dori-darmon bilan haligi muntazam dozasini pasaytirib, umuman jigarda epilepsiya ham bor, sudurgi ham bor. Bu sudurgini ham yo'qotib olsa bo'ladi. Sababi Qashqadaryolik bizning obunachimiz bor. Biz bilan birga bordik. Mana Hindistonga Maryam qizchamiz. Dadalari Lochinbek juda ham yaxshi inson, Moskvada ishlaydi, musofirda ishlaydi. Lochinbek ko'p yozib turadi kommentariy. Shu qizimiz, ukamizning qizi 9 marta, 10 marta kuniga sudurgi berardi. Gapira olmasdi. Mana Hindistonga 2 marta olib bordik. Keyingi men bilan borganda dorilar dozasini tushirib berdi. Sababi narkomanga o'xshatib qo'yish kerak emas, doriga o'tkazib qo'yish kerak emas. Hindistonda sekin-sekin chiqarib yuboradi. Sudurgisi qolgan. Kechalari uxlamas ekan, mana hozir gaplashib turamiz, hozir uyqulari yaxshilangan. Jigarda ham asosiy muammosi nervdan. Agar buni vaqt kerak bo'ladi, sekin-sekin tabletkalari bilan davolab olsa bo'ladi. Operatsiya qilinmaydi. Lekin borish kerak, u yerda tekshiruvdan o'tish kerak. Keyingisiga o'sha bormasa ham bo'laveradi. Nimagaki, haligi dorini dozasini biz orqali, Rustamjon orqali Hindistonda gaplashib tursa, batdagi tomografiyasiga qarab pasaytirib beraveradi. Holatiga qarab. Endi shunday harakat qilishingiz kerak endi siz asosan. Harakat qilamiz endi xohlasa. Qachon endi harakat? Proyektdan keyin ketamiz-da Hindistonga. O'rniga? Yo'q, endi qishda boramiz, salqin bo'ladi. Yuzani oktyabrda yoki noyabrda. Ungacha yana boshqa loyiha qilasiz, lekin jigarga atab alohida mana ehsonchilar bor. Mana 500 ming, 1 million deb turib, masalan, sizni lichkangizga yozib qo'ysa, shu video davomida gapirib o'tib ketsangiz, masalan. Bu yangisi. Yo'q, buni olaman, lekin aytib boshqa tushadi, guzorat. Yo'q, kerak emas. Rasxod kerak emas, bari borish kerak. Borgandan keyin aytganlaringizni balki qaraganda anchagina aniq tildi. O'shanda keyin dori-darmon tuzaladi xolos. Ukol bilan bas. Endi balki ukol yozar, lekin bu hali oxirgi. Asosan dori-darmon.
Keyin siz yo'g'ingizda biz haligi sizni yomonlab turdik. Rustamjon tasaga to'ramiz, Jaypurga boramiz. Aslida Ganga daryosiga borib keldik. Hindistonga borgandan keyin tashlab ketyapsizmi? Ha, Shunday kvartirada qolyapman. ha. U ma'qul. O'ylab qo'yganman nima deysiz o'zi. Shunaqa. Endi agar fikrim to'g'ri bo'lsa aytinglar. Sababi Rustamjon bilan birga doim. To'g'ri, harakat qilamiz. O'zimiz mana shu komanda ham hissamizni qo'shamiz. Jigarni o'zi ham nima Xudo xolasa qiziqyapmiz. Bir aylanib kelamiz-da. O'zi ham boraman deb aytdi, xursand bo'ldi. Keyin nimaga bari insonda umid degan narsa bo'ladi. Umid oxiri eng oxiri o'ladigan narsa umid insonda. Umid o'lgandan keyin o'sha haligi qiziq qolmaydi-da, hayotda qiziq qolmaydi. Endi sizlar birdaniga to'plab yormaylar, sekin-sekin qilib 3 oy, 4 oyda yig'ib tursalaringiz, haligi sal bilinmay qolar orada. Yig'ilgan mablag' yig'ib tursangiz borib keladi. Ham endi davo topgan emas, to'g'risi aylangani ham borib keladi. Endi sizlar borlar nimaga yo'l bo'lmasa kerak degan haligi odamda haligi borda. Hattasiga zonim. Keling, mana Qo'l kuydiryapti. Nimaga bular boradi, siz bormaysiz? Yo'q ochilib ketdi mana Hindistonda. Zato sizni bular bormagan joyga olib boraman. Shu ajjaga qo'shib beraman. Govaga? Ya, Govaga emas, Jaypurga yuboramiz. Fillarni mindiraman deyapti Rustamjon. Aka, fillarni mindiraman deyapti. Fillarga mindirib jo'natib kelaman deyapti. Bularni kerakli rasmga olaman. Kirganda vrachni oldiga Men ko'rsataman. unchalik bilsam yo'q. Aytamatda xolos. Aytamatda men bittada his qilaman o'zimdan. Tepa chiqib oling. Faqat meni iplasam aytamatda. Hali ichim g'ashi bo'lib qo'lim nima qilib Asabiylashganingizda. Meni hozir asabim ham yo'q bo'lib ketdi. Endi bu dorini ichyapsiz-ku jonim o'shaning uchun. Necha mahal ichyapsiz bu dorini? Yetmagan bitta. Ichmasiz bilinadi, ammo Shu narsani Xudo xolasa boshqa narsaga o'zgartirib beradi. U o'zgartirgandan keyin dozasi bo'ladi-da buni. O'sha mana Lochimbeyda qiziga oldin bitta butun ichardi, hozir mana yarimta ichyapti jonim. Lekin unga 5-6 oy vaqt kerak bo'ldi. Sizga ham xuddi mana borganingizda bitta butunni dozani grammi bor o'zi, milligrammi bor, yozib bergandan keyin 4 oy 5 oydan keyin o'sha o'zgarishingizga qarab uni yarmini buyuradi ko'zonim. Keyin o'sha ham odamni ichida nima qilib qo'yadi, nima qatirib qo'yadi. Ichini qatirib qo'yganmi? Shu ham. Bo'ldi ko'zonim, unaqa narsaga sirop bor o'zi. Siropi bor, ichganingizda Men aytdim, nimada aytdim anjanda shug'ullardan. To'g'rizda 2 oy bog'ir ichimga ham qo'ydim. U butun 5 ishda yo'q men. Ishlab yurdim. Yo, buni ichib turing. Doktor aytgan bo'lsa ichib turing. Aqa borgandan keyin sizga o'zi bunga haligi nimasi ekan, bunga ziyoniga ta'sir qiladigan masalaniga. bunga qarshi dori qarshi bo'lgandan keyin. sirop boshqa narsa beradiki, sababi dori ko'p ichilgandan keyin insonning jigari zaharlanadi birinchi o'rinda. Oshqozoni zaharlanadi birinchi o'rinda. Meni Shunga nima bo'ladi? yo'q, oshqozon yallig'lanadi, shilliq pardalari shilinib ketadi. Bu dori qattiq narsa. Jigarga bilasiz, filtrda qancha dori ichgan sari jigar uni tozalab o'tkazib berish kerak bo'ladi. O'shaning uchun borganingizda Xudo xolasa to'g'rilaymiz. Endi sizni ko'rib turgan qancha yaxshi insonlar bor. Nasib endi shu insonlar yordam bersa borib kelasiz Xudo xolasa. Salqinda bormasangiz hozir Hindistonda yurishning iloji yo'q-da. Jigar haligi tashqarida yura olmaysiz. Aylangani borgandan keyin hali salqin paytda borish kerak. Biz hozir shuncha issiq undanamiz. Rustam akangizni orzusi Govaga boraman deganda Rustamjon bormadi. Kayfiyatli bo'lmadi. Endi billa borib kelasizlarmikanlaring endi Xudo xolasa. Bo'ptimi? Dengiz borda, okean bor. Hind okeanining yoni Gova. Turist. Endi nasib shu bilan masalan bir marta chiqadigan bo'lsangiz, aylanib kelasiz, haligi esdalik bo'lib qolib ketadi. Shunaqa narsa-da bu narsa. Bu tug'ma emasmi? Katrina akani ham ko'rib kelamizda jigar. Yo'q. Kirami? Bor. Rustamjonni eritib olsangiz, Mumbayga borib Shohruxxonda uyi bo'ladi. Uyini oldida har kim muxlislari bor, jigar. O'sha yerda 1-2 soat turasiz, chiqib qolarmikin deb. Nasıl oldu? Hozir o'sha yerga olib chiqarib ketsa kerak. Reytlar ham ketyapti. Bo'lyapti. Rustamjon Xudoga shukr. Ko'p. Yo'q, nimaga tashlaysiz? Ochdi-ku, menda ochasiz, ochmadi. Sizga tashlatyapti. Bo'lsa nima qilamiz? Boshqa jumaga qaraymiz. Endi bizni kanalimizdagi Abdurahmonni nimasi, obunachilari, Rustamjonnikilar
Xudo xolasa vaqt soat kelganda nasib qilsa shu ukamizga yordam berib yuboramiz. Beri sizga ham bor. Endi bu videolarga Hep hozirda video bo'lib qolyapti. Biz endi o'zimizga Rustamjon kartasi bilan narigi Varzaydagi nima kartani qo'yib qo'yaman. Ixlos bilan ehson qilishaveradi kim bo'lsa. Rahmatulloh aka, Dadajonov TV deb yangi kanal ochdik. Bitta duo qilib bersanglar edi. Rustamjonmi? Dadajonov TV bo'ldi. Oldin Abdurahmon usta kanali edi. Ha, Dadajon TV bo'ldimi? Ha, yangi kanal ochildi. Boshqa duo qilib berasizmi bo'lsa, turaveramiz keyin. Amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mana Imron telefon qo'yaramiz. kanali, Rustam TV kanali, Sirojjon Kavali qatorida Dadajon TV kanalini Abdurahmon Toshsatdan ochdi. Unga barakot ato qilsin Alloh akbar. Mana shu yaxshi ishlarda doim xizmat qilish nasib qilgan. Mana nima deydi, haligi podpischilarini ham tezda 100 ming bo'lishini nasib qilgan. Bitta turgan komment yozganlar hammasidan o'zing rozi bo'lgan. Alloh akbar bardigori Abdurahmonga ham tanjon sot qilgan, rozgorlarga barakotlar, bu yaxshi ishlarda kuch-quvvat bergan. Va sallallohu taolo xayri xalqihi Muhammadin va alihi ashabi ajmain. Allohu akbar. Dadajon TV bo'lsa, mana Imron o'z kanalida ko'rganlar bo'lsa, Dadajon TV yozsalaringiz Abdurahmon ukamizni kanaliga chiqadi, xudo xolasa. O'tib obunalar bo'lsalaringiz, bular hali yosh, qiziqishadi haligi podpischilar ko'paytirgan. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Rustamjon, rahmat go'zal. Rahmat sizlarga. Birinchi siz bor edingiz, biz endi keldik mana. Yo'q endi. Mana endi uni Boshlashlarga bora oladi odamlar. Rahmat. Qachon bor? Alinaqa hashar. Shu yaqinda bo'lib qoladi. Ziyo rozi bo'lib o'chirib qo'yganmiz aka, telefonni gaplashamiz. Bo'lsin. Shu ayizlar bo'lsa zikr gaplashamiz. Ana hozir nima debdi opa. Rehdan chiqib sizlar anaqa qilaylik. Bo'ldi, sizlar kim chiqqanda bo'lsa. Opa, hozir. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Abdurahmon go'zal. Bayramlar o'tkazib, O'tib qo'yasiz bo'lsa. Rahmat, xorijga shukr. Oli opa. Qo'zalam, Qozon assalomu alaykum. Nasılsınız? hoji aka, Qaysi qozonchi bo'lyapti? Abidga qozon bo'lyapti. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Ko'rishga ham fursat bo'lmadi. Mana xudo xolasa proyektga kelib oldik. Inshaalloh ishlarni boshlaymiz. Hayit ayyominglar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Juma ayyominglar, hayitlar muborak bo'lsin yana bir bor. Qadrdonlar, xudo xolasa mana ishlarimizni boshlab oldik. Kecham kiryapti. Video olishga vaqt ham bo'lmadi. Kelib ishni boshlab oldik. O'zingizlar yaxshimisizlar? Hammanglar salomatmisizlar? Assalomu alaykum. Qadrdonlar, ana kamera endi qaradi sizga hoji bu. Dadajonov TV kanalining obunachilari hayit ayonlarni o'tkazib, bugun juma ayonlarini o'tkazib yana shu proyektga keldik. Kelib jumaga vaqtiga to'g'ri kelgan ekan, jumani o'qidik. Endi bular ukalarim ish qilyapti, kech paytga bo'lsa Yana bitta kallaydi hoji bu. ularga Yana bitta kallay. Men ko'rgan narsalarni obunachilar ko'rsa. boshvo'rda qilib beryapman. Qaranglar. Ularga endi osh, qozon keboblar rosa yedik hoji aka. Bir suyuram do'di, shunga mosh lo'ya qilib ukalarimga endi mosh xo'rda qilib beryapman. Ertaga xudo olsa yana osh qilib bering. Arafada ham hayit kuni oshna og'aylar bilan osh, qozon kebob yedik. Do'di bo'lib ukalarga men kechqurunga endi xudo xolasa qo'llab-quvvatlab ukalarimni duo qilib turinglar. Endi mana shu xudo xolasa 5-6 kunda yaqinlashyapti ish. Eson-omon topshirib, shu Nozima qizimizga topshirib, hammalarimiz keyingi yangi proyektlarda olaylik. Ukalarim ham tezda topshirishib olsa eson-omon. Ishlari oz qolyapti. Endi rasamon rovat hozir ichkarida patolog. Keyin shu oldi pasatda. Endi bu ukalarimiz tepaga mo'ljallab oq trevetin qilib chiroyli qilaylik deyishim niyat qilyapti. Ozgina qo'llab tursanglar, xudo xolasa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Eson-omon biz ham bor yuzma ukalarimiz hammamiz birgalikda, sizlar bilan birgalikda shu eson-omon shu qizimizga topshirib yangi proyektlarga o'tib, xudo xolasa inshaalloh shu kunlarga hammalarimizni, barchalarimizni yetkazsa,
yangitdan xudo xohlasa boshlaymiz degan niyatdamiz. Hammanglarga yaxshi kun, bugungi kunlik fazli barakotli bo'lsin. Uzoq yaqinda ishlab yurgan, musofirda ishlab yurgan ukalarimiz, akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Yanagi shu Qur'on oyatlariga hammamiz safimizdan xato olmay chiroyli mana shunaqa kunlarga barchalarimizni birgalikda yetkazsin. Yana birga shunaqa proyektlar qilishga barchalarimizga ro'za aylasin Parvardigor. Amin. E'tiboringlar uchun rahmat. Alloh haligi nutqimizda, nimamizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hojiboy Dilshod akam ukangiz Oltiariqdan kelyapti kech payti xudo xolasa. Ukamiz Duoyingizni olib ketay deb. juda yaxshi o'tdi. Ukam nihoyatda yaxshi yigitda. Qadrdonlar, kechagi videoyimizga, sayrimizga, oilaviy chiqqan sayrimizga bir ilinib qo'ydim. Juda xursand bo'lib kommentlar yozibsizlar. Rahmat. Kimnidir ko'ngliga yoqmagan bo'lsa, bu videoyimiz uzr so'raymiz albatta. Lekin haqiqatda bayramni maza qildik, ibodatimizni ham qildik, uydagilarni ham aylantirib bir ko'nglimizni yozdik. Sayr sayohatga chiqish yaxshi narsa ekan bu qadrdonlar. Uydagilar ham mazza qilishdi, yayrashdi. Omma vaqtida borib kelyapmiz. Biz qayd etgan paytda juda odam ko'payib ketdi, kun ham isib ketdi. Ertamanda borib maza qilib aylanib, ko'priklardan o'tib, tros ko'priklardan mazza qilib keldik xudo xolasa. Qadrdonlar, proyektni ishimiz avjiga chiqdi bugun hozir. Steyashga boshlandi. Patologimizni qilib qo'yamiz dedi, ozgina qolib ketdi, qilmagan ekan. Mr. Master. O'zimiz tugatib qo'ydik, mana ozgina qoldi. Tugatib qo'ysak xudo xolasa. Keyin polniy shpaklovka, shtukaturka hammasini boshlaymiz. Trevetingga qaraydi xudo xolasa ishimiz. Patologimiz qoladi, ichkari lampalarimiz. Shunaqa gaplar. Hozir men Mirsayt akamlarning oldiga olib boraman sizlarni. Nima Ramonjon esimdan chiqib ekan, yana ma Qur'onlikka biz kelsak ismini aytmabdi, o'shtashab ketibdi. Unaki haligi maydaga o'tayotgan hola hali o'tni yurib, mana pina blokka 10 ming, 20 ming tashab shu hola yana 50 ming so'm Hasanboyga berib ketibdi. Masha unaki ana hozir hammom qilayotgan ukamizning ismi nima? Ummatali aka. Ummatali ham Qur'onlik qilib hoji aka go'shtni o'zizga topshirish dedi. Uka buguncha mana yetyapti, ertaga olib keling dedim. Uni ham Qur'onlik qilib niyat qilib so'yibdi. Ertaga xudo xolasa oshga ponni olib kelaman deyapti. Barcha mana shu Qur'onlik qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biriga ming bersin. Kelasi yillarda bundanda novoz so'yib Qur'onlik tarqatish nasib ro'za aylasin. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Mashlarga ham endi esimizdan chiqmay haqiga duo qilib qo'yinglar deb hozir shunaqa bo'ldi, hozir esimga tushib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham duo qilib qo'yinglar bularni. Hojiboy, meni ham bitta duo qiling. Yana ayolga ikkita qo'y so'yib, mol ham so'voradigan bo'lib ketadi xudo xolasa. Hali ham ana o'zi hali biz nima telefon orqali mana o'z haqqingizga ham duo qildim. Kecha hayitlar namozda ham duo qildim. Rahmat Hojiboy. Inshaalloh kelasi yili ikkita mas 3 yil so'yadigan Qur'onlik tarqatadigan, keyin yaxshi niyat qilyapsiz. Ilohim, mana Damas mashinangiz bor ekan, dadamniki deyapsiz. Ilohim, o'zingizni shaxsiy bir Cobalt olib mening ukam. Men yaxshi ko'rgan mashinam menda ham bor, mashinalar. Eng yaxshi ko'rgani Cobalt mashina. Hali uzoq yaqinlarga manaqaga proyekt qilganlar bordi keldiga, haligi bizga o'xshagan yosh katta odamlar ichida maza qilib, yayrab, keng kelasiz. Ilohim sizni ham mana shunaqa kelasi Qur'onni hayitgalarga hoji aka mana Cobalt oldim, duo qildingiz deydigan kunlarga Allohim muyassar aylasin. Obunachilar sizlar ham haqiqiy duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh meniki bo'lmasa sizlarniki, bitamizniki bo'lmasa bitamiz inshaalloh mashhurlarga duolarimiz ijobat topsa Allohim Abdurahmon ham quvonib, hoji aka rahmat, obunachilar sizlarga ham rahmat deydigan biz ham haqimizga duo qilishni yetkazsin. Amin. Ukamiz yaxshi inson. Alloh nimaiki yaxshi niyat qilganimizni niyatiga yetsin. Mana hali qiz ko'rganda ham nihoyatda xursand bo'lib, haligi mana meni ham bitta nevaram bor 3-sinfda 2 marta Qur'on xatmi qildim. Shu qizimni ham necha marta bog'landi, tusha olmadik ukamizga tabriklab.
endi Allohim manaqa yaxshi mana muslima qiz bo'lsin. Mana o'zi ham islomiy qo'yibdi. Meni ham Samira ismi nevaramizga shu 2 marta xadim qilgan. Allohga ashi ko'rganda ham opoda siz o'zingiz qo'yib bering deb katta nevaralarim shunaqa aytganiga Samira bo'lsin deb ozon chaqirib o'zim mana Allohga shukr ismi jismiga mol bu mana 2 marta xadim qildi Qur'onda. Allohim mana shu ukamizni qizi ham xuddi shunaqa qoriyalar muslima qiz bo'lsin. Allohim mana shu ayasi, dadasi ko'rganda ko'zlari quvonib, orqasidan quvonch yoshlarini ko'rib, kulib yurishni muyassar aylasin. Ilohim o'zi mana Abdurahmon juda nihoyatda yaxshi yigit, dadasini, ayasini ham umri uzoq bo'lsin. Mana shu oddiy bitta hoji ekan, men shu tavlik qiluvdi, shu duo qiluvdi. Mana mashina oldimda kelasi yillarga shu qovut mashinani olib, ilohim biz ham hoji aka qayga boraylik deydigan bo'lsin. Ilohim qani sizlar ham duo qilinglar. Allohim kelasi yillarga to'g'ri mana shu Abdurahmonning o'ylagan, ko'zlagan niyatini Allohim o'zi beshkam ko'p bergin Allohim. Tagidan shamollar o'tib, shunaqa ustachilik, shunaqa bilog'liliklarni ham chiroyli holda ishlariga, kasbkorlariga rivoj bergin Allohim. Ominachilar sizlar ham amin deb duo qilinglar. Ukam nihoyatda yaxshi inson. Allohim beshkamku mana shu nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyat mahsulini bersin Allohim. Bundan-da martabasi ulug' bo'lsin. Obunachilar ko'paysin. Hoji aka mana siz duoingiz orqali 10 ming emas, 20 ming, 30 ming bo'ldi deyishingizda quvonch og'izlardan rahmatlar so'zlar aytib, o'tsin Allohu akbar, yaxshi kunlarni ko'rishsin. Allohu akbar. Qarindoshlar, rahmat. Hoji bobom ozgina maqtaban bordi, lekin shu hoji bobom aytgandek inson bo'laylik, o'zidan adashtirmasin. Bu duo qiling deb so'raganim, videoda ham ko'pchilik duo qilinglar. Mayli, endi duo bilan el ko'karar. Nimaiki so'rayotgan bo'lsak, qadrdonlar, yaxshilik yo'lida bir dunyo istagi yo'q, qalbda Xudo xolasa undan o'zi saqlasin. Hamisha qalbimiz to'g'ri bo'lsin. Haqiqatda hoji bobom aytgandek, yaxshi inson bo'lishni nasib qilsin. Kibrdan, yomonlikdan, maqtovlarga uchishdan o'zi saqlasin. Qadrdonlar, hammanglarga, boringlarga rahmat. Chiroyli kommentlar uchun rahmat. Albatta bu kommentlarni o'qiyotganimizdan xursand bo'layotganimizning sababi kanalimiz xalqparvar kanali shu yaxshilik ishida yursin deb turib niyat qilganmiz. Yaxshi so'zlar bilan ketayotgani uchun xursandmiz. Bizni maqtab, bizni shu Abdurahmonning nomini ko'tarish menga hech qachon kerak emas. Umar roziyallohu anhu xutbada turganda, juma ayyomida xutbada turganda qalbiga shunday xutba o'qiyotgan paytda shaytondan kelganmi, shayton yaqinlasha olmagan Umar roziyallohu anhu degan, lekin o'zini qalbiga kelganmi bu gap. Qara Umar, sen qanday inson bo'lding, xalifa bo'lding, butun musulmonlarning boshchisi bo'lding, yetakchisi bo'lding deb turib qalbiga shunday bir nido kelganda, shunday ovoz chiqarib turib aytgan ekanda, xutba o'qiyotganda jamiki shu jumada o'tirgan musulmonlarga ovozini eshittirib aytgan ekan, "Ey Umarcha, sen kecha qo'y baqib yurgan bir cho'pon bolacha eding-ku, nima deyapsan sen?" deganda, butun musulmonlar jumada o'tirganlar hayratda qolgan ekan, qatib qolgan ekan. Jumani tugatgandan keyin, juma o'qilib bo'lgandan keyin, ibodat tugagandan keyin musulmonlar kelib so'ragan ekan. Sahobalar kelib so'ragan ekan. "Ey Umar, xalifa roziyallohu anhu, siz nimaga bunday dedingiz? Nimaga o'zingizni yerga urdingiz?" deb so'raganda, qalbimga shunaqa nafsim menga shunaqa so'z keldi, shunaqa gap keldi. Nafsimni o'zini joyiga keltirib qo'ydim degan ekan. Shunaqa rivoyatlar qalbimizdan chiqmasin, o'zini adashtirmasin qadrdonlar. Bu o'zimizni maqtash uchun emas, shu hammamiz ekran orqada bir-birimiz bilan yuzma-yuz gaplashyapmiz ekan, g'oyibona shunday davom etishi uchun, shunaqa muhrlanib qolish uchun gapirilyapti bu qadrdonlar. Albatta bu gaplarni orqasidan biz ham harakat qilib, yaxshi yo'lga ketishga harakat qilamiz inshaalloh. Kuzatib turinglar, Mirsayit akam oldiga o'tamiz hozir. Hoji buva charchamang. Bir obunachilarni ko'rsatib kelay, aylantirib. Qana Hasan bog'am olyapti xatda bu yerda.
Hasanboy aka charchamayapsizmi? Rahmat. Olyapsizmi? Jigar aka. Olmang. Charchamayapsizmi? Dadajonov tub aka yo'l aka. O, Dadajonovga ham obuna bo'linglar. Jigar aka ham qattiq olyapti. Stashkani boshladi. Qadrdonlar, bu yerda stashga boshlandi mana. Uka charchab olmayapsizmi siz? Mana ukamiz shpaklovka qilyapti, mana chiroyli qilib zabor devorlarini fasatini. Do'stim, siz tekizdayapsizmi? O'rgatib qo'yapman. O'rgatib qo'yapsizmi? Ha, o'sha shakl. Mustafa aka, boshlab oldingizmi? Boshlandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sahobek. Dadajonov to'yini muxlislari, yaxshimisizlar? Mana stashkamizdan boshlandi. Xudo xolasa mana birpasda tugatamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Boshlanib oldi, inshaalloh. Nolani chiqarib oldik-a, samiglarni. Xudo xolasa. Loy ketib tursa, Mana qadrdonlar, mana shunday cheka bilan kelib turib, bu yoqqa navesga ozgina plashatka bo'ladi, bunday bo'lib. Mana shunday cheka bu darvozani chekasiga borib qadaladi. Shu yer mana shunday stashka bo'ladi. Bitta plashatka bo'lib, sahna bo'ladi, xudo xolasa. Mabodo so'rtishak qilinadigan bo'lsa ham, mana shu chekadan tepaga qarab, bu chekadan bunday chiqarib, shunday qilib chiqarib, bu yoqqa burchak, bu yoqqa to'g'rilab, bo'lib ham mana uyni chekasiga ham ro'para bo'laveradi. O'rtadan bunaqasiga ham bunday qilib burchak qilib terib olsa ham bo'laveradi. Zo'r variantlar chiqarsa bo'ladi, xudo xolasa. Hasanboy aka, so'kchakka aka. Nima deysiz shunga? Nimaga? So'kchakka ham yaxshi bo'lib qoldi deyapman. Mo cheka bilan teng bo'ldi-da stashga. Haqiqat. Ha? Unisini o'ylamadingiz aka? Yo'q, unga qaramabman. Hasanboy akam ham Hasanboy akam ham hozir boshlari gangib qolgan hozir. Nima bo'lyapti? Qanaqa bo'lyapti? Yana nima bo'lar ekan deb. Shunday gaplar, qadrdonlar. Mana burchaklarimiz kelgan, burchaklar chiqaramiz hozir. O'no qovoqlarimiz yog'och, ularga gipsokardon qatiramiz. Bularga qatingan gipsokardon. Taylariga qatingan bu ostiga, eshikni qovog'iga, derazaning qovoqlariga gipsokardon qatirib chiqqanmiz. Shuni qolgan hamda ichkarilar hammasi bor. Ummatal aka mana uyda gipsokardon bor ekan, tayyor qilib chiroyli qilib kesib keldi. Shunday qatiramizda shpaklovkani, shtikaturkani tugatib, travertin ichkari remontga harakat xudo xolasa. Ummatal akam mana shu yerdanmi ketib qoldimi? hozir keladi. Bir narsaga ketdi. Ummatal akam mana aytib o'tgan pergarodkamiz bo'lib, kafelar ham terib qo'ydi. Qadrdonlar mana. Qaranglar. Ummatal akam rosa epchildi. Kafelni ham terib qo'ydi. Kafel bilan billa birgalikda olib chiqib ketyapti ekan mana. Birgalikda pergarodkan bilan billa qo'shib olib chiqib ketyapti ekan. Qo'yil. Mana qalay bo'pti kafelni shu holatda, shu dizaynda terilar ekan aylanasiga inshaalloh. Bu yoq chap tomonga, yo'q ro'paraga dushni o'rnatamiz qadrdonlar, dushovoyda. Rakvina burchakka bo'lishi mumkin inshaalloh. Ko'ramiz. Aynaga ham qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Qadrdonlar, kuzatib turinglar. Xudo xolasa videoyimizning oxiriga bir juda chiroyli suhbatimiz bor. Shu auditoriyamizga tegishli bir jiddiy gap bor. Shuni bir aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Kuzatib turinglar qadrdonlar. Hammalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Chehrasi oftob bo'lib porlar bu kun,
qay tarafga yuzlanmasin O'zbekiston. Uni buyuk kelajagi chorlar bukun. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Necha yillar qora ko'zi to'ldi munga, arzitmadi ko'plar hatto yamoqtonga. Necha yillar qora ko'zi to'ldi munga, arzitmadi ko'plar hatto yamoqtonga. Bugun hamma ko'zi kulib boqar unga. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Podshohi odil ersa el ko'ngli to'q, sarhadidan o'tolmaydi birdaydi o'q. Podshohi odil ersa el ko'ngli to'q, sarhadidan o'tolmaydi birdaydi o'q. Dasturxoni bugun sochin armoni yo'q. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Biz tanlagan yo'l o'zini oqlamoqda. To'g'ri yo'l deb dunyo uni yo'qlamoqda. Yurt tinchligin yurtboshimiz saqlamoqda. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Gullayversin ajdodlari hazrat yurtim. Mehnat sevar, mehmon do'st el, himmat yurtim. Zamin ichra andozai jannat yurtim. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston.
poralar qilmang go'zallar. Mayliga bor bo'lsin sho'xliklaringiz, hech namlar ko'rmasin kipriklaringiz. Mayliga bor bo'lsin sho'xliklaringiz, hech namlar ko'rmasin kipriklaringiz. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Tun o'xshar o'zingga. Ana ovqatdaqa. Men Adiromon. Ana hoji buvam. O'ziga olib keting. O'ziga emas. Ana nima Ketavering. Ketaveraymi? Ketavering. Mosrojingga ham oling. Mana. Nimasi bor? Kameradami? Ha, bo'p ketavering, bo'p. Ana qadrdonlar, Ketaver. ovqat qaranglar, moshxo'rda. Kimning akasi bilan bo'ldi bu hoji buvam? Ha, sizlar mana shu blogerlarning zakasi mana shu moshxo'rda bo'ldi. Hoji buvam tanjonlar sog' bo'lsin, qadrdonlar, duo qilinglar. Juda uyga borib, hoji buvam ovqatlarini saqlanib, tezroq proyektga boraylik devordim-da. Kelaverasizlar mana ujinga. Qadrdonlar. Ishlar tugatib mana mazza qilib o'tiribdi-hamma. Sirojni gashchaki qo'yib ko'ring. Ustasida men so'rayman-da, kerak bo'lgan payt jo'natmayapti uni. Hormanglar, zahmatkash xalqimiz. Charchab qolmayapsizlarmi? Salomat bo'ylar, yaxshimisizlar? Musayd aka nimcha qattiq olib qoldiz aka. Bugun tugar, xudo xolisa ertaga tekkizda yuramiz. Sirojni aka Yetmaganda ham ertamagacha gapni tutasdim og'ayga. Yaxshimisizlar qadrdonlar? Mashinamizda? Xo'p. Yaxshilar bunaqa sivasi qiladigan qilib suvlarni quyib. Buni qishlarda nima aytadi-da, mana inson. Tursunar aka. Juda injiq usta bu odam. Charchab qolmayapsizmi Tursunar aka? Yo'q, rahmat. Bo'pda qolaylik, deb otibsiz-da. Qadrdonlar mana shom bir 10 minut, 20 minut bo'ldi shomda o'tganiga. Xudo xolasa istayashgani tugatdi deb qoldik. Mustafa akam, Tursunar akam asosiy rolda Jigar akam loyni yetkazib berib turibdi. Tanjonlar sog' bo'lsin hammasini. Sirojni akam bilan patrollar tugatdik biz. Sirojni akam u qovoqlarni gipsakardonni ham qatiryapti mana xudo xolasa. Jigar akam, Assalomu alaykum, mobilayiz. Biz zo'rmiz. Faqat jichada qo'llab turinglar. Ayna shunchasi bo'ldi uyda. Allohga shukr, hammalaringizda. Shuncha nimamiz bor. Endi jichada yana bitta ajur qilsin. Alloh ham hammalaringizda mi bebesin. bo'pti. Hasan akami sezyapsizmi Jigar aka semirib qoldi. Ha, etib qoldi. Pishirib qo'y, atala. Mana qopni yotishmoqda. Hoji bu ozgina joy qolibdi. 2 paqir. 2 paqir qoldi. Ozgina joy. Nima? 2 paqir dema, 2 arava, 3 arava. 3 aracha bo'ldi. Men Kirmaymizmi? Ha, kiraveramiz hoji bu. Bu yoqda yo'l bor mana bu yoqda. Kirsa bo'laveradi. Mana bunday och aka bilan borib o'rnidan o'tib ketsak bo'laveradi. Ana qadrdonlar mana lampalarimiz polni bo'ldi inshaalloh. Faqat endi anaqa kapalarga olib kelib turib, burchaklarga qatirib qo'ysak, stashga qatigandan keyin juda chiroyli, go'zal bo'lib chiqdi lampamiz. Bunga oqtiraverdim bo'lsa, uzoqdan ko'rsatadi sizlarga bu binoni. Patologiya bo'lgandan keyin yana ham ko'zinglarni oldiga keladi-da, qanchadan beri aytyapman, oppoq villa qilamiz deb. Tasavvur qilinglar endi mana qorong'iroq bo'lsa ham projektorni uyga qarab turib olamiz yana bir alohida baho berasizlar. Mana shunday oppoq privetning juda chiroyli qilib, zo'r qilib laklarini berib, his
yuksak, qadrdonlar. Nima deysizlar? Qaranglar mana shu holatga mana. Strauss qalay qilibsiz qadrdonlar Straussni? Shuni Strauss qildikda asosiy o'tib ketayotgan to'yni stalbaga mana shu o'zimizni Strauss bilan olib o'tib ketdik. Chunki oldin terak tegib turadi. U stalba bilan bu stalbaning oralig'i juda uzoq edi. O, yoqda stalba. Endi 3 ta stalba bo'lib qoldi-da, 2 ta stalbani o'rniga. Inshaalloh. Rossiyskiy qalin temir bilan Mr. Master bilan Tursunon akam yasashdi-da shuni. Yo'q, Tursunon akam emas, nima ekan? Pochcha Nasriddin akam ekan. Ha, ikkovi yasashdi Straussni. Bo'ladi. Mana shu stashka qilayotgan mana Tursunboy ukamiz ham bir haqiqiy duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. Ama nihoyatda vaqtida keldi. Agar bu bugun bo'lmasdimi siz? Ha, bu tek kundan beri yotuvdi. Tekkiz ham chiqyapti mana. Ama Alloh rozi bo'lsin, Tursunboy rahmat. Rahmat sizlarga. Farzandlaringiz o'z havasini ko'rib, mana shu obunachilar duo qilib qo'yinglar. Ustodim bilan ishini enaki nihoyatda ustachiligi bilindi. Alloh rozi bo'lsin. Tomda qancha yordam berdi Tursunon akam? Qancha yordam berdi, haqiqatda to'g'ri. Mehnatkash odamning yuzi o'zi aytib turadi. To'g'ri. Jonsaraligi. O'zingiz bitta duo qilib bering hoji buva. Tursunon akam. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim mana shomda o'qidik, shomdan keyin qo'llarimizni duoga ochyapmiz. Sizlar ham amin deb turinglar. Shu Tursunboy ukamiz ham nimaiki yaxshi niyatda Allohim shu proyektga mana hissalarni qo'shyapti mehnatlari bilan. Allohim o'ylagan, ko'zlagan niyatlarga Allohim o'zi yetkazsin. Umrini uzoq, rizqini ulug' qilsin, martabasini baland qilsin. Farzandlarini, nevaralarini orzu havasini ko'rsin Allohim. Biz singari umra haj safarlarga boshlaydi, nasib ro'za aylasin. Birgalikda kelinlar bilan, bola chaqalar bilan boring. Ilohim ikkala dunyo saodatiga yetkazsin Allohim. Buni oxiratda boshingizga sanalgan 10 tomoningizga yozadigan narsalar yozsin Allohim. Umringizni uzoq, rizqingizni ulug' qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil azaban. Allohim ustoziga rahmatga ya arhamar rohim. Alloh akbar. Rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat omon. Xo'pni ham duo qilaman deb nima qildim, tom deb ekaningizda. Mana bizni ma'lumotda o'tib qoldi. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, Tursunon akam degan emas. Hasanboy akam tog'angiz bo'ladi, Hasanboy aka? Ha, xolam bu. Nima xolami? Xolam o'g'lida. Ha, bo'la ekan. Bo'la ekan ular. Lekin qadrdonlar hozir kelib xabar oladi. Rahmat, Alloh men xursand bo'ldim bu yerdan. ishdan bo'shaydi, to'g'ri shu yoqqa keladi. Bu charchagan, nima emas? E'tiborda hoji bu. E'tibor. Odamiylik, insoniylik. Abdurahmon aytadi-yu adashim. Odamning qalbida jicha bo'lsa ham nima bo'lish kerak deydi-yu haligi. Nima? Boshqacha aytadi Abdurahmon. Zo'r qilib aytadi. Nima deydi? Esimga ham kelmay qoldi. Abdurahmon kelmaysizmi o'zingiz? Aytib bermaysizmi? Odamning qalbida ozgina vijdon bo'lish kerak deydi. Shunga o'xshagan bitta gapni aytadi-da. Ikkinchi Abdurahmon uka, sizga ham taklif qilamiz, xabar olib turing. Abdurahmon kelmay qo'ydi zona. Jarayonida bir yana shirin gaplaringizni eshitib turib. Ana, svetni o'chirib qo'yishdi. Ey, ne bo'ldi desam, ketgan ekan bu. Nimada olib qo'ying xo'p. Keling adash. Bo'lmaydi, uni haqsiz bo'lmaydi. Har zamonda kelib turasiz. Hali bir kunda bir marta, ikki marta ham kelaverasiz, kelingda. Sizning o'rningiz boshqa. Jigar, Abdurahmon, adash. Jigarni ham duo qilinglar. Faqat mana shu bitonni yetkazib berib turibdi. Mana Jigarni videomizni boshida Rahmatulloh akam kelib bitta chiroyli yangilik aytib ketdi. To'g'rimi? To'g'rimi? Ha, eshitdim. Mana videoda boshida ko'rib turishdi, duo qilishyapti. Xudo xolasa Jigarni juda ko'pchilik yaxshi ko'radi, xudo xolasa. Alloh shukr, hammalaridan rozi bo'lsin. Mana sizni Rustamjonni, Sirojninda obunachilari hamma uchov bloger ukalarim ham bir-biridan o'tib, bir-biridan kam qilmasin. Ya'ni obunachilar faqat Darajoni Umar ukamizni kanali yangi. Sirojninniki uchoviniki pashti bir xil. Yine obunachilar ham chiroyli kommentlarni yozib, lahlarga bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Baribir uchovi ham mashq proyektga tushadi, hamma yo'q.
Ya noto'g'rimi gap? To'g'ri. Endi men tushunishim bo'yicha. To'g'ri, zo'r. To'g'rimi? Ha, zo'r. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Mana shunchalik yordam qilyapsizlar. Mana Sirojning ukaman ko'p vaqti nima bo'lib, uncha video qila olmayapti. Mana ukamiz vaqti bo'lib ko'pincha mana men xo'kunlarni men ozgina bo'lsa ham o'rgatib qo'ying uka deb men ancha-muncha operatorlik ham qildim ovqatdan tashqari vaqtlarimda. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab turinglar ukalarimni. Rahmat Tojiboy. Assalomu alaykum. Chichada qo'llab turinglar dada jonibda nimasida o'tib, laklarda bosinglar. Birinchida Alloh kim lak bosgan odamni uyida mi bo'lib qiysin. Ozdan bitta lak munaga bas. Amin. Obuna bo'lish mazza olasiz. Lak bosinglar. O sanchilikda munaga qizchalarni yetim qizlarni uyda yana hissasi qo'shilsin. Chichada hammalaringizda mana ukajonim mana lak bosinglar haqiqatan o'tinib so'ray hammalaringizdan. Rahmat. Jigar aka, boringizga shukr. Yaxshi dam olinglar. Ana Qadrdonlar, mana qo'g'a nima qil? zo'r ishlar bo'lyapti. Bu ishlar albatta hammamiz ham bir hojonam bor. Juda chiroyli duolar qiladi, kommentariyalar yozadi, juda chiroyli. E'tibor bersanglar, uzun qilib yozadi. Ismini aytib o'tib ketmayman. Chunki hojonam Abdurahmonjon hammani ham komment yozavermayman. Tushungan va o'zimni ko'nglimga yaqin bo'lgan va mana shunaqa yaxshilik ishlarida hissamiz qo'shilsin deb turib, chiroyli kommentariyalar hissani qo'shaman deb aytib o'tadi doim. Qadrdonlar, shu hojonam aytmoqchidek, qalbimizga Alloh solmasa, bu ishlarni Alloh bizga nasib qilmagan bo'lsa, ehsonda ham, mehnatida ham hech qaysimiz bo'la olmaymiz. Qadrdonlar, bu juda to'g'ri, juda bir ma'noli gap bu. Hojonam menga yozib turadi, shunaqa xabarlar yozibdi. Haqiqatda to'g'ri bu. Bu yerda kimiki hissasida yetgan bo'lsa, albatta Allohning inoyati bu, Allohning marhamati bilan qalbimizga solgani uchun, shu yerga nasib qilgani uchun avvalo shu xonadonda shu egalariga inshaalloh nasib bo'lib maza qilib kirib yashashini nasib qilsin. Shunchalik darajaga bo'lib kelishiga faqat Alloh bizga nasib qilgani uchun bo'lyapti. Qadrdonlar, shu xonadonda sohibalariga ham inshaalloh nasib qilsin. Mazza qilib uzoq umrlar yashashsin. Mana kimki mana shu yerda mana kimlar qatnashyapti mana. Jigar, Mirsayt akam, Tursunar akam, Hasanboy akam, Hoji buvam mana duoda bo'lib turibdi, shirin ovqatlar qilib berib turibdi. Sirojin akam mana bir operator bo'ladi, bir hamma ishni qilib ketaveradi Sirojin akam. Kamtar, hali hech ham yo'q demaydi bir ishni boshlansa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hozir ham aytdim-ku, Sirojin. Ertadan xudo xolasa qadrdonlar chiqadi videolar. Ha, chiqsin bu ukam. Inshaalloh. Men ukam hech tilim kelmaydi. Dadajonov Dadajonov. Tivi. Tilim kelmaydi. Dadajonov tivi. Ashuni ham qo'llaylar, mana Sirojinnikini qo'llab turinglar, Rustamjonniki. Bu ikkovi ham hozir ham aytdim-ku, bu bitta mana shu proyektga oz-ozdan bo'lib, ya'ni haligi ko'p bo'lsa, Dadajonov tivisi ham, Sirojning ukamiki ham haligi ko'pgina bo'lsa, 4000, 5000 bo'lsa, bularni ham nima sovib qoladi. G'usson bu. Ha, haligi ko'pasinglar, 10000, 20000 bo'lsanglar, ya noto'g'rimi uka gapi? Lag 100 ming bu bo'lib, вообще g'usson bo'lib ketadi. Bular nima ishlar qilyapman? Mana men ichida men bugungi proyektlarga ham borardim. Yana hali meni tanimaydiganlar, mana Asakadagi, mana Qo'rg'ontepada, Paxtavodda hamma yerga borardim. Bir kun, yarim kun produktlarni olib borib, oshlarni qilib berib, yedirib kelaverardim. Endi bu safar shu Paxtavodda Abdurahmonjonga, Sirojinga va'da beruvdim, ukalar. Adashmasam. Esimda meni ham haligi xotiram yaxshi. Ukalar, xudo xolisa inshaalloh, ya'ni hali Hoji akaga ham va'da qildim, Namanganlik, u ham bor edi ashida. Shu sizlarni yoninglarda turib, mana shu
qo'limdan kelgancha ovqatni, choylarga mana va'damga muvofiq mana Alloh nasib qilib mana shu yerga kelib mana boshidan oxiriga to'g'ri mana bilganmiz. Keyingi proyektlarda ham inshaalloh tinchlikda yetkizsa, o'lmasak, Xudo xolisa, yana birga borishlikda barchalarimizni bizni ham haqimizga duo qilinglar. Faqat men savob tomonga keldim men. Ochiq gap. Men hech qanaqa manfaat nima kerak emas menga. Menga faqat savob shu sizlar duo qilib tursanglar bo'ldi. Mana men ham qo'limdan kelgancha haqinglarga mana namozlarimizda, yurganda, turganda, zikrlarimizda hammanglarni haqinglarga duo qilyapmiz. Ayniqsa men musofirliklarda, mana shu o'zimiz O'zbekistonda mendan katta hoji onalar bor, hoji akalar bor. Haqimizga duo qilinglar. Biz ham haqinglarga duo qilamiz. Bu dunyoda bir-birimizni haqimizga duo qilib, shirin so'z aytishlik. Bitta ko'rsatib ber, o'zi. Ha. Dunyoda bu 5 kunlik dunyo, hammamiz ham o'tamiz, ketamiz. Bir-birimizni g'iybat qilsak ham, yomon gap gapirsak ham shu kunimiz o'tadi. Unaqa qilmaylik, bir-birimizni g'iybat qilmaylik. Aka, uka, hoji aka, voy hoji uka deb shirin bir-birimizga oqibatli bo'lib, mehrli bo'lib, birimiz haqiqiy duo qilib, mana shu priyellarda hoji aka ketdik desanglar, men har doim tayyorman. İnşallah mana ukalarimni o'ziga ham aytaman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Mana musofirliklar, mana eson-omon yaxshi sarmoyaman vatanga qaytishni Allohdan so'rab qolaman sizlarni. Bola chaqanglarni, ota-onalaringlarni mana katta haj mavsumi sizlar ham ota-onalarman, ayollaringlarman. Birgalikda mana shu katta hajlarga, umri safarlarga borishlikda topganlaringlarga yaxshi manaqa chiroyli uylar solib, mashinalar olib, chiroyli narsalarga sarf qilishinglarni Allohdan men so'rab qolaman. Men juda ko'p men musofirlarga duo qilaman. Nimaga mana musofirliklar bo'lmasa bunaqa proyektlar juda kam. O'zimizning O'zbekistonda xalqi ham mana ozmi ko'pmi mana men ham pensionerman. Pensionerlarga ham rahmat, Allohga shukr. Bo'lmasa maza qilib bu yoqqa dam olib, sanatoriyada yursa bo'ladi. Mana bee'tibor qoldirmay, qo'lidan kelgancha oz-ozdan qo'llashyapti pensiya chiqqanda bo'lib. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Mana umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Alloh kam qilmasin. Mana shu ehson qilayotganlarni ehsonlarini ikkala dunyo saodatga yetkazsin. Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Mahnaqa ehsonga bo'lib yurishlikni barchalarimizga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Rahmat hoji bu. Qadrdonlar, stashkamiz ham tugadi mana. Hoji bu ham juda chiroyli to'g'ri gaplar gapirib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Mana Tursunon akam stashkani oxirini mana tugatdi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Bittaga tashib qo'yaverak bochkaga. Mirsayt akam ko'ngli bugun xotirjam bo'ldi. Endi bemalol uxlaymiz. Ha, bemalol uxlaymiz. Qoldi 17 ga. Ham turish qoldi 1 kvartira. Ha, mayli. Shomdan keyin ishlaymiz dedik-ku. Qilmaymiz buni. Qadrdonlar, hammanglar boringlarga shukr. Shunaqa yaxshilik ishlarida turibmiz inshaalloh. Kimki ko'rib turgan bo'lsa, shu videoni bir marta ko'rib o'tib ketayotgan bo'lsangiz ham befarq bo'lmang iltimos. Albatta bu hazilakam ishlar emas. Ko'pchilik bilan bo'ladigan ishlar va qadrdonlar, albatta Alloh qalbiga solgan insonlarni nasib qiladigan ish bu. Ochiq dasturxon. Bemalol kelinglar, bu ochiq dasturxondan foydalaninglar qadrdonlar. Ehsonda bardavom bo'laylik. Bunaqa ishlarni boshida turgan juda ko'p blogerlar bor, juda ko'p yaxshi insonlar bor. Bloger bo'lmasdan qilayotganlarni eshitganmiz. Yiliga 2 tadan, 3 tadan o'zini yonidan uylar solib beradiganlarni eshitganmiz. Quloqimiz bilan eshitib, shunaqa bo'lgan deb faktini aytganlarni bo'lgan eshitganmiz. Qadrdonlar, qiynalgan oilalar ko'p. Lekin Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Yildan yilga bu O'zbekistonimizda, ona yurtimizda sharoitlarimiz juda ham yaxshilashyapti. Noliydigan joy umuman yo'q. Xudoga behisob shukrki, davlatni berib turibdi. Hammaga teng bermayotgan bo'lsa ham
davlat berayotgan insonlar ehsonda turishibdi. Siz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, davlatingiz bor, mulkingiz bor. Ehson qiling, shunaqa qiynalgan oilalarga sarf qiling. O'zingiz bilgan joyga yoki bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga marhamat, mana ocha dasturxon. Bizi vazifamiz nima qadrdonlar? Shu kanal ochib biz yaxshilik sari, yaxshilik uchun ochdik. Inshaalloh bu kanal sizlarga shunday bir xonadonlarni, shunday bir oilalarni ko'rsatib sizlarga yetkazish bizi vazifamiz, albatta inshaalloh yetkazib boramiz. Va unaqa ishlarda duo qilib turinglar, muntazam bardavom bo'laylik va Alloh o'zidan adashtirmasin. Turli fitnalardan, shaytonning makridan, nafs balosiga uchrab qolishdan Alloh o'zi saqlasin hammamizni. Qadrdonlar, kuzatib turinglar. Sizlar Dadajonov TV kanalini kuzatib boryapsizlar. Hammanglarga ming rahmatlar bo'lsin. Jumlamizda, so'zlarimizda, iboralarimizda va yetkazib borayotgan axborotlarimizda sizlarga xato, kamchilik va ayb nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa, avvalo Allohdan afv so'raymiz va sizlardan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.